Endi Qalqon Sportdan trenajyor xarid qilsanglar, ikkita 2 kilolik gantel shunday qo'shib beriladi. Agar siz basketbolni chit xarid qiladigan bo'lsangiz, to'pi bonusga qo'shib beriladi. Do'stlar, assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan mana shu orqada turgan barcha trenajyorlarni narxlarini hozirlarga Xudo xolasa batafsil tushuntirib o'taman. Do'stlar, birinchi bo'lib yangiligimizdan boshlaylik. Qoringa yashaydigan trenajyorimiz abeshniy holatda 1.300.000 so'm sotilgan. Hozir endi bir akamiz telefon qilib, aka full qilib zalga, sport zalga o'zim uchun qilib bering degani uchun narxini 1.900.000 so'm qilib, profillarini qalin qilib, Xudo xolasa O'zbekistonda bitta qilib, Zavodskoy bilan birga bir mana talabga javob beradi. Xudo xolasa mexanizmlari ham zo'r. Mana shu holatda kraskasi ham parashkovoy. Barcha trenajyorlarimizning kraskasi parashkovoy 180 gradusda qizdirilib, Xudo xolasa mana shu holatda chiqyapti. Profillari ham 8 ga 6, oldin 6 ga 4 profildan qilayotgandik. Hozir Xudo xolasa stenalari ham qalin 1.8, 1.7 qilib, asosiy mexanizm ushlab turadigan joylarini 2 stena bo'lyapti. Do'stlar, birinchi bo'lib eng hadovoy trenajyorlarimizdan boshlaymiz. Bu ko'rib turgan trenajyorlar avval sizlarga basketbolda aytib o'tdik. Basketbol shitimiz. Agar shishali bo'ladigan bo'lsa, yomg'irga, hamma narsaga talabga javob beraveradi. Narxi 900.000 so'm. Agar taxtali, bundaqa doskali bo'ladigan bo'lsa, doskalisi 700.000 so'm sotilyapti. Bu yoqda bo'ladigan bo'lsa, begovoy daroshkamiz. Begovoy daroshkamiz narxi 4.5 million so'm, mexanizmlari 86 ta pachimli sizni ko'tarib turadi. Bemalol 200 kilogacha garantiya beraveramiz. Bunda yugurib ketadigan bo'lsangiz, misol uchun to'xtash muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shunday to'xtasangiz, Xudo xolasa o'zi to'xtayveradi. Ko'rib turgan T6 modellar. T6 modellarda bu yog'ida kichkina mushogi bo'ladi. Yoshlar albatta ishlatish uchun mana yosh bolalar ishlatsa bo'laveradi. Bu yog'ida 50 kilo toshi bo'ladi. Grifi ham Xudo xolasa yaxshisidan bo'ladi. Narxi 4.5 million so'mga mushogi, turnigi, burusi bu yog'ida anjumani qisinglar bo'ladi. 500 kilogacha bemalol ko'taraveradi. 3 kishi, 4 kishini Xudo xolasa mana bemalol ko'taraveradi. Xullas, bu hech qayerga qotirilmaydi. Shuni borib, shuni terib qo'ysanglar bo'ldi. Bundan tashqari O'zbekistonda mana shu trenajyorlarning ichida barchasidan eng ko'p sotilgani T7 modeli. Bu T6, bu T7. Buni farqi bu tomonida bir xil bo'ladi. 6 bilan 20 mushogi bir xil. Faqatgina bu tomonida biceps, tricepsga ishlash uchun trenajyorimiz bo'ladi mana. 50 kilo toshni bu yog'iga qo'yib, mana bu yog'i yon tomoni ham lazerli bo'ladi. Xuddi zallarda bo'ladigandek qilib mana Zavodskoy bo'ladi. Buni pastga qo'yib olib turib, xohlasanglar mana bicepsga ishlasanglar bo'laveradi. Buni ushagichlariga keladigan bo'lsa, mana 3 xil. 3 xil ushagich, ipi, kichkina hamda qanotga ishlash uchun trenajyorimiz. Mana buni toshi 50 kilo tosh bunga ham cho'radi. Kerakli og'irlikni qo'yib ishlatsangiz bo'laveradi. Bu yog'ida stolini o'zi ham tepa past bo'ladi mana. Stoli ham baland, past, 90 gradus, 80 gradusga qo'shinglar bo'laveradi. Grifi ham originalni grif bo'ladi, Xitoydan keladi. Faqat grifini o'zi, qolgan hamma narsasi o'zimizda chetda ishlab chiqariladi. Mushogini materialiga keladigan bo'lsak, mushogi tent materialdan bo'ladi. Xudo xolasa, agar 1 yilda ichida urgan joyingizdan yirtiladigan bo'lsa, ikkita mushuk tekinga qo'shib beramiz. Xullas, agar begovoyimizda yana bir gapirib o'taman. Begovoyga agar tablo qo'yadigan bo'lsak, o'zini narxi 4.5 million so'm bo'ladigan bo'lsa, begovoyga tablo qo'yilsa 5.200.000 so'm, 700.000 so'm farq qiladi. Tabloda tezligi, masofa, skorostlarni o'lchaydi. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, ko'rib turgan modellar T8 modeli. Bu modelimizda T7 dan farqi faqatgina mana bu joyida bo'ladi. Mana bu joyi to'rtburchak toshli bo'ladi. Buni o'zingizga kerakli og'irlikni qo'yib, misol uchun mana 80 kilo bo'ladigan mana 60 kilo vest qo'yib turib, bu tomoni ham buniki ham xuddi lazerli bo'ladi. 7 bilan birga bir ishlangan bo'ladi mana. Har bitta mana bu to'rtburchak toshlarning kilosi 10 kilodan 80 kilo tosh bu tarafida bo'ladi. 7 bilan deyarli bir xil, faqatgina motor tomonida 80 kilo tosh bo'lgani uchun, toshlari qimmat bo'lgani uchun o'shani hisobiga 7 dan qimmat bo'ladi. Qolgan joyi hamma yo'g'i bir xil bo'ladi. Buni narxi agar bu tomoni 80 kilo, bu tomoni 50 kilo, bu yoqda mushoklari bilan bo'ladigan bo'lsa, deyarli shu 8.5 millionlarga to'xtaydi. Agar mashinalarda ustiga basketbolni shit qo'yadigan bo'lsak, mana misol uchun 6.400.000 so'mlik modelimizni xarid qiladigan bo'lsangiz, mana bolalaringiz bilan, farzandlaringiz bilan babi kechki payt o'ynashingizda, mana bu holatda ishdan charchab kelganingizda, mana bu joyga qo'yib, xohlasangiz bundan ham balandroq qilib tepasiga qo'yib olsangiz bo'ladi. Mana shu holatda bolalaringiz bilan basketbol o'ynasangiz ham bo'laveradi. Xullas do'stlar, kimga mana shunaqa modelda, mana shunaqa trenajyorlar, o'zimizda O'zbekiston trenajyorlari kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa, puli borga ham, puli yo'qqa ham 1.5 milliondan boshlanib 10 milliongacha trenajyorlarimiz bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar, Qalqon Sport nomeradi.